Akalar, biz ketyapmiz safarlarga. Xudo xolasa qiziq videolarni qo'yib boramiz. Deb etadigan kunlar ozgina qoldi, xudo xolasa. Yaqin akamiz safarga ketgan ekanlar. Mashinani aeroportga stansiyaga tashab ketibdilar. Xudo xolasa. Aka mashinani ko'rib, hadoylarni qilib bering deb o'zlari safarga yo'l olganlar. Mashina kechadan beri turgan. Biz xudo xolasa bu mashinani endi o'zimizdan servisga olib ketib, hadoylarni qilib beramiz. Xuddi shunaqa xizmatlar bizda ham bor. Bemalol mashinani любой joyga tashlab, safarga bemalol ketaveringlar. Biz mashinani olib ketib, o'zimiz remontni qilib, xudo xolasa kelishiligiga nok qilib beramiz. Akalar, nasib qolar, xudo xolasa shu samolyotlarda bu joylarga borib dam olib kelishgangacha biz xizmatlarni davom ettiraveraylik. Qolgani bir gap bo'lar. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa Jetavurimizni ham nok qilib beramiz akamlarga.